Bir kuni o'rmonda maymun barcha hayvonlarni yig'ib, baland ovoz bilan dedi: "Menga quloq solinglar. Men sizlarning orangizda eng aqllisiman. Men eng aqlli hayvon ekanman. Demak, hayvonlar shohi bo'lishga loyiqman." Buni eshitgan hayvonlar bir-biriga qarashdi. Ayyor tulki o'ylanib turdi-da, "U haqiqatdan ham aqlli, ko'rinishi ham odamlarga o'xshab ketadi", dedi ma'qullab. Fil esa boshini chayqadi va "Hayvonlar shohi bo'lish uchun faqat aql yetarli emas", dedi fil. U boshini chayqaganida quloqlari shalpillab ketdi. Sher ularni uzoqdan jimgina kuzatib turardi. Maymun so'zida davom etdi: "Bizga aqlli hukmdor kerak. Mendan boshqa kim ham aqlli qarorlar qabul qila oladi. Men o'zimni bugundan boshlab hayvonlar shohi deb e'lon qilaman." Uni so'zlarini eshitgan hayvonlar bahslashmaslikka qaror qilishdi. Ular bu o'zboshimchalik qanday yakun topishi bilan qiziqishardi. Chunki necha asrlardan buyon hayvonlar shohi sher ekanini hamma bilardi. Maymun shoh bo'lishi ularga qiziq tuyuldi. Maymun baland daraxt ustiga chiqib o'tirib oldi va shu daraxtni taxtiravon deb atashni buyurdi. Hayvonlar shohi maymun har kuni yig'ilish qilar, hayvonlarga ko'rsatmalar berar va kundan kunga aql bovar qilmas g'alati qonunlar o'ylab topardi. U o'zini eng aqlli va adolatli ko'rsatish uchun juda ko'p harakat qildi. Ammo qancha harakat qilmasin, muammolar ko'paysa ko'paydiki, lekin ozaymadi. Bo'rilar to'dasi boshqa hayvonlar hududida ov qila boshladi. Yovvoyi cho'chqalar dalalarni oyoq osti qildi. Chiya bo'rilar qiyqirib, maymunni ustidan kulib itoat qilishmadi. Maymun yana hammani yig'ilishga chaqirib, hamma hayvonlarga barmoq uchi bilan o'dag'aylab, "Sizlar bunday qilishga haqqingiz yo'q. Men buni taqiqlayman. Bo'rilarga umuman ov qilishni man qilaman", deb baqirdi u. Cho'chqalarga o'rmondan chiqishni taqiqlab qo'ydi. Lekin maymunga hech kim quloq solmasdi. "Seni kuching qani, podshoh?" masxara bilan so'radi yosh yo'lbars. "Aqlli bo'lganing bilan tartib-intizomni kim himoya qiladi?" so'radi yo'lbars. Shu payt salqin soyada dam olib yotgan qari sher o'rnidan turdi. U maymunning oldiga bordi-da: "Eh maymun, biz hammamiz yovvoyi hayvonlarmiz. Agar kuching bo'lmasa, faqat aql foyda bermaydi. O'rmonni o'z qonun qoidalari bor. Seni kuchsiz aqling biz uchun falokatdan boshqa narsa emas. Hayvonlar shohi degani bu yurak, aql, kuchli, baquvvat panja o'rtasidagi muvozanatni saqlashni biladigan sherlarga xosdir", dedi sher mag'rur boshini ko'tarib. Maymun xatosini tushunib, boshini egdi. U hayotida birinchi marta nafaqat sharmandalikni, balki haqiqiy sherdagi donolikni his qildi. Haqiqiy hukmdor hammadan ustun bo'lish emas, balki hammadan dono, tadbirli, shu bilan birga kuchli bo'lish kerakligini tushunib yetdi. O'sha kundan boshlab maymun buyruq berishni to'xtatdi. Sherni hayvonlar shohi ekanini tan olib, sherga maslahatchi bo'lib oldi. Shundan so'ng o'rmonda haqiqiy tinchlik va farovonlik boshlandi.